Assalomu alaykum, ahli gruppa. Xo'p, oqsim izlab yurganlarga arzoni zavodni o'zidan olganimi, sotganimi yo bog'larga o'raganimi, mana izlab yurganlarga zavodni o'zidan bugungi obzor. Bugun sizlarga oqsim haqida video tayyorlab beraman. Xo'p, bog'larga o'ragani mana kuz keldi, daraxtlarda amal to'xtaydi, bog'lar uzun toklarga, bog'larga o'rashga, qurilishga, hokazo boshqa hamma narsaga mana oqsimlar ishlab chiqariladi. Zavod o'zidaman, hozir sex o'zida. Xo'p, yumshoq, qattiq, 2, 3 turli har xil razmerda bor. Mana shunday. Hozir endi ishlashini ham ko'rsataman, shunda qanaqa ishlab chiqarishlarini ham. Biz aloqaga chiqaverasizlar, shu yerda Telegram qoldiraman, shunga aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Ha, tikon simlar ham bor mana. Shu simda tikon qilib chiqariladigan apparatimiz bor, tikon simlar ham bor, bog'larni o'ragani boshqaga. Mabodo kerak bo'lsa, istab yurganlar bo'lsa, aloqadamiz. Bugungi voqea shu. Mana sim chiqaradigan apparatlarimiz. Mana bu. Yumshoq, qattiq, har qanday o'lchamda ishlab chiqariladi. Hop, tikon simlar ham bor. Xuddi o'sha simlar tikon sim ishlab chiqariladi mana. Unga zarur bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.